Dunyodagi eng baxtli odamlar yashaydigan davlat. Bu yerga hattoki Germaniya, Fransiya, Belgiyadan ishlashga kelishadi. Lyuks so'ziga umuman aloqasi bo'lmasa-da, aholisi xuddi shunday sharoitda yashaydigan Lyuksemburgdamiz. Bu yerdagi baxt darajasi faqatgina aholining boyligi bilan o'lchanmaydi. Lyuksemburg jamoat transportlari, hatto poyezdlarigacha tekin bo'lgan dunyodagi yagona davlat. Bu yerda mashinaga ehtiyoj sezmaysiz. Istalgan transportga bepul chiqib ketaverasiz. Yurakchani bosib qo'yishga arziydigan davlat, to'g'rimi? Soliqlar past, ekologiyasi toza, yashil hududlar istalgan nuqtadan 5-10 daqiqalik masofada joylashgan. Jinoyatchilik deyarli yo'q. Jamiyat bag'rikeng. Turli madaniyatlar bemalol bitta joyda xotirjam yashashadi. Lyuksemburg dunyoga o'zini ko'z-ko'z qilmaydigan, PR, propaganda bilan shug'ullanmay, tinchgina soqqa qiladigan mamlakat. Bu yerda banklar soni Yevropada Shvetsariyadan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Soliqlar pastligidan dunyoning ko'plab qudratli kompaniyalari Lyuksemburgda offshore firmalarni ochadi. Biz Yevropa uchun oladigan Schengen vizasi ham aynan shu davlatning Schengen qishlog'i nomiga berilgan. Chunki Yevropa birlashuvining asosiy tashabbuskorlaridan biri Lyuksemburg bo'lgan. Men bu davlatni avtoturargohlar mamlakati deb ham atagan bo'lardim. Shaharning har qadamida ko'p qavatli avtomobil qo'yish joylari qurib tashlangan. Yevropaga kelsangiz, uzunligi 80 va kengligi 60 kilometr bo'lgan mitti Lyuksemburgga albatta tashrif buyuring. O'zingizni ma'lum vaqtga boy va baxtli his etasiz.